Assalomu alaykum. Siz bekatdasiz, bu yerda bekat o'sha, savollar ham o'sha, ammo yo'lovchi o'zgaradi, hikoyalar yangilanadi. Har bir mehmon bilan bu bekatda yangi fikr, yangi nigoh, yangi ma'no tug'iladi. Ko'rsatuvimizning bugungi ishtirokchisi o'zbek xalqining sevimli ijodkori, iste'dodli aktrisa Bahora Arslonova bilan bugun biz yurakdan suhbatlashamiz va ko'rsatuv qahramoniga ko'rsatuvimizning an'anaviy savollarini va qiziqarli savollarni taqdim etib, ishtirokchidan atroflicha javob olishga harakat qilib ko'ramiz. Agarda siz bizni tinglashga, tomosha qilishga tayyor bo'lsangiz, unda ko'rsatuvimizning qahramoni Bahora Arslonova bilan bugun suhbatni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bahora opa, Samarqand zaminida bekat ko'rsatuvda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Taklifni rad etmasdan kelganingiz uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Men ham juda ham xursandman. Mana shunday tarixiy makonda, ya'ni telekanalda siz meni chaqirib, chiroyli bir suhbat quraylik deb vaqtingizni men uchun ajratganingiz uchun xursandman. Juda ham kattakon sizga rahmat aytaman. Sizga ham rahmat. Keling, suhbatni boshlashdan oldin Samarqand xalqi bilan, muxlislaringiz bilan bitta salomlashib olsangiz. Assalomu alaykum Samarqand ahli. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman, bilasizlar. Asosiysi esa sog'liq, har doim kayfiyatingizlar zo'r bo'lib yurishini so'rab qolaman. Keling, suhbatni boshlashimizdan oldin shirinmi, achchiqmi, sovuqmi, issiqmi? Choy yaxshi? Ha, to'g'ri. Bir piyola Kayfiyatni ham ko'taradi choy. Albatta, keling, bir piyola choy ustida suhbatimizni boshlaymiz. Marhamat. Bahora opa, aytingchi, hozir bu ko'rsatuvga kelishingizdan oldin hayollaringizdan qanaqa kechinmalar o'tdi, qanaqa bir his-tuyg'ular o'tdi, bugun nima bo'lar ekan degan fikri baribir o'tadi. O'tdi, to'g'ri. Men hech qachon, mana rost aytaman, viloyatlarning televideniyasiga bormaganman. Balkim taklif qilishmagandir. Lekin Samarqanddan shu taklif qilganingizga shunaqangi xursand bo'ldim. Mana bugun men hayotimda yangilik bo'ldi. Rahmat, xursandmiz. Aytingchi, insonning qadri nimada? Insonning qadrimi uni unutmasligida deb bilaman. O'sha insonni unutmasligida. Demak, qaysidir insonni unutganida u qadrsiz bo'ladi. Qadrsiz bo'ladi, to'g'ri. Agar siz meni unutmadingiz-ku, misol, esladingiz-ku, o'sha eng uni katta baxti. İnsanlar onu eslashi. İnsanlar onu esdan chiqarishi esa uni eng katta qadrsizligi. Demak, qadr faqatgina shunda. Shunda sizni hech kim eslamasa, sizni qadringiz yo'q. Hech kimga siz kerak emassiz. Siz har doim esda turadigan inson bo'lishingiz kerak. Mana hozir siz aytyapsizda, eslab turgan inson, demak u qadrli bo'ladi. Lekin shunday holatlarga guvoh bo'lamizda, eslaganda ham biz yaxshi javob olmaymiz. Ularga nima aytgan bo'lasiz unda? Qadring bo'lmagan joydan boshingni ko'tarib chiqib ket deyishgan. U yer seni joying emas. Shuning uchun inson o'zidan-da kuchli insonlardan oldida bo'lishi kerak. Men shunaqa deb bilaman. Rahmat. Siz bugun qanaqa insonlar davrasidasiz? Hozir bilasizmi, shunaqangi hayot sinovlari shunaqangi chiroyli saboq berib qo'ydi, dars berib qo'ydi. Hozir hattoki aytishadi-ku, qatiqni ham puflab ichgin deyshadi-yu. Xuddi shunaqa davrdaman men. Atrofim shunaqa insonlardan bo'lib qolganligi uchun hattoki qatiq o'zi qatiq puflab ishiladigan narsa emas-da. O'shani ham puflab, sinchiklab ichadigan vaqtda hozir menda shunaqa. Men asosiysi sog'lomman. Allohga shukr deyman. Farzandlarim, oilam tinch. Onam bor, akalarim, opalarim, singillarim, hammasi sog'lom. Eng baxtli. Eng baxtlisi shu. Insonga tinchlik birinchi o'rinda deb o'ylayman. Agar tinch bo'lsangiz, hammasi zo'r bo'ladi. Agar siz notinch bo'lsangiz, dunyo sizga qorong'u bo'lib ko'rinaveradi. Hozir Bahora opa, men sizni o'zbek san'atining yaxshi ijodkori, o'zbek xalqining sevimli aktrisasi va hokazo so'zlar bilan ta'rif berib tanishtirishim mumkin-da. Lekin siz o'zingizni o'zingizga kim deb tanishtirasiz? Bahora Arslonova kim bo'lishi mumkin? Bahor fasli kabi yumshoq, Arslon kabi tashlanuvchan deyman endi. Bahor Arslonova. Birinchisiga ishondim, ikkinchisiga lekin ishona olmadim. Yo'q, Arslon kabi tashlanaman ham. Endi u holatga, vaziyatga qarab. Holatga, vaziyatga qarab, birdaniga menda jahl chiqish tezlik bilan bo'lmaydi. Shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, o'zim chiqib ketaman o'sha davradan. Chunki men o'zimning xarakterim bilan bormaslikka harakat qilasiz. Chiqib ketaman, chunki men o'zimning xarakterimni bilaman. Shuning uchun
obro'yimni ham tushirmay, u inson men haqimda fikr o'zgarib qolmasin deb sekingina chiqib ketaman. Hozir sizga bitta imkon bersam agar, qo'lingizga qog'oz ruchka bersam agar, kimga maktub yozgan bo'lardingiz? Yaxshi savol. Ko'p insonga maktub yozgan bo'lardim, bitta insonga emas. Kutyapsiz maktub, agar hozir imkon berilsa o'sha insonga maktub yozish. Otamga maktub yozgan bo'lardim. Chunki bizning oilada juda ko'pchilik bu dunyoni tark etgan. Akalarim hozir katta bitta amakim qoldi. 5 ta amakim olamdan o'tganlar. Katta akam ham olamdan o'tganlar. Juda ko'p insonlarimiz ketgan, shuning uchun yaqin insonlaringiz dunyoni tark etsa juda ham qattiq tushkunlikka tushadi, sinarkansiz, tushkunlikka tusharkansiz. O'shaning uchun Hayotda o'sha yo'qotganingizda kimda siz o'zingizni yana bir karra anglashga majbur bo'lgansiz, yana bir marta qanaqadir inson baribir sinadi jigarini yo'qotganida. Albatta, nafaqat jigarini, mana kuni kecha biz konsertda birga yuribmiz. Mana bugun konsert, misol, o'ynab, kulib yuribman-da, bir Ikrom aka degan hamkasbimiz bilan shunaqangi o'ynayapmiz, kulyapmiz. Ertasi kun ertalab menga qo'ng'iroq bo'lyapti. Men to'y xizmatiga tayyorgarlik ko'ryapman. Ikrom aka olamdan o'tdi. Siz singlisimisiz deyapti. Men shokdaman. Mana kuni kecha o'ynab kelganman, yo'lga birga kelyapman. Ertalab bo'lyapti. 1 soat oldin gaplashgan insonim. 1 soat oldin gaplashaman. Aka, men o'sha to'yga ketaman. Kutib olasizmi yoki olib qaytasizmi? Xo'p. 1 soatdan keyin u inson telefon bo'lyapti, shu qo'shni singlim Bahora deb yozib qo'ygan ekanlar. Telefon bo'lyapti, siz singlimisiz, akangiz olamdan o'tdi. Men hazillashmaylar, qanaqasi, men salonda o'tiribman. Qanaqasiga? Hozir gaplashgan. Yo'q, hozir gaplashgan inson qanaqasiga soppa sog'lom inson qanaqasiga olamdan o'tadi deyapman-da. Inson u aka singil bo'lishi yoki bitta onadan tug'ilishi emas, inson xarakteri bir-biriga mos kelsa, aka singilday, masalan, notanish inson bo'lsa ham, lekin o'z akangizni, o'z jigaringizni yaxshi ko'rar ekansiz. Mana shu inson ham olamdan o'tdi, haligacha hayolimdan ketgani yo'q-da. Haligacha quvnoq insonda, samimiy inson, shunaqangi yaxshi bir inson olamdan o'tdi. Mana kechagina konsertda hammamiz o'tiribmiz, o'sha inson yo'q-da. O'rni shunaqa bilinyapti, chiqyapmiz, boshlovchilik qilyapmiz, maska taqib olganmiz-da hammamiz. Majbursiz. Majbur, kasb taqozasidan kulib gapiryapmiz, lekin o'sha sahnada o'sha insonni qidiryapmiz, chunki hamma narsamiz u inson qilib beradi. Choy ichmaysizlarmi? Nima qildi? Nima qilyapsan? To'g'ri, soching chiroyli turibdi. Kulib gapir. Mana shunaqa insonimiz yo'q-da hozir. Yo'q bu inson. Onajon borlar. Yo, onajonim hayotli, Allohga shukr. Onajoningizni qaysi gaplarini tez-tez eslab turasiz? Dangasa. Dangasiga o'xshamaysiz. Men dangasa deydilar. Onam uchun o'sha bolaligimda juda uyquchi bo'lganman-ku, o'sha qolgan, xotirada qolgan, ha. Bir narsa, sal uyga keldim, yotaman-ku, "Hali ham uxlayapsanmi?" deydilar. Yo'q, ona, mana ko'zim ochyapman, mana deb turaman. Mana ko'zim ochyapman. Aytib o'ting, qanday ulgurasiz voha yurish? Kechga ham safarga chiqasiz. Qanday ulgurasiz? O'tgan to'la toza havo, hamma kerakli narsa o'zim bilan. Kuni kechagina deydi, anoda bekatda uxlagan edim. Bugun qarang, kemada o'tiribman deydi, Titanik kinosida, Jek. Menda bilasizmi nima? Mana to'ydan chiqyapman. To'yda ko'p kuchni olsam, men xalqimdan olaman. insonlardan olaman. Men o'shalar xursand bo'lsa, o'shalar kulib, o'shalar kelib bahorasan, zo'rsan desa, borib men yanada kuchlanaman. Qanchalik, sen bo'lmaysan desa, men cho'kib qolaverar ekanman. Charchayman, lekin shu orada mana ketyapman, masalan, Samarqanddan chiqdim, Andijonga uchishim kerak samolyotda. O'sha samolyot vaqtida bir 20 minut uxlab olsam, xuddi bir kun uxlagan deb o'ylayman. Energiya, demak yaxshi. Ha, energiya. Bu energiyani qayerdan topish kerak, bizga ham o'rgating. Oiladan. Qo'llab-quvvatlaydigan insonlaringiz bo'lish kerak. Men tinch bo'lganligim uchun shunaqa yuribman. Masalan, farzandimga qaraydigan odamlarim bor. Qaynonam bor, onam bor, farzandlarimga qarashyapti. Asosiysi turmush o'rtog'im. Bu yoqqa boring, olg'a harakat qiling, ulguring. Insonlarda eng zo'r motivatsiya. Turmush o'rtog'im zo'r gapi bor, hech qachon kech qolmang deydilar. Aytilgan vaqtda iltimos boring deydi. Agar kech qoldingizmi, bilingki o'sha eshiklar sekin-sekin yopilaveradi deydi. Demak, qo'llab-quvvatlovchi asosiy insoningiz sizni qo'llab-quvvatlar ekan, sizga energiyani o'zi mana shuda. Shu, oilam tinchligi, farzandlarimni usti but, qorni to'q, asosiysi turmush o'rtog'imni to'g'ri ma'ni tushunishi. O'zingizga beriladigan qandaydir savollardan qo'rqganmisiz? Ha,
qo'rqqanman. O'zim bilan o'zim Bu kurashaman. yaxshimi yo yomonmi? Yaxshi tarafimni ham aytaman, yomon tarafimni ham aytaman. O'zingiz bilan gaplashasiz. O'zim bilaman-ku qanaqa ekanligimni. O'zim qayerda nima qilganligimni bilaman-ku. O'shaning uchun o'zimga savol ham beraman, javobini ham o'zim beraman. Siz qanday haqiqatlarni takrorlab turishga majbursiz? Qanday haqiqatlarni? Bugungi kunda yolg'onchilar ko'p. Iloji boricha har doim o'zimga o'zim harakat qilaman, rost gapir. Rost gapirgan inson hech qachon qo'rqma hech kimdan. Iloji boricha o'zingga ishon, kuchingga ishon. Atrofdagi hech kimga ishonma. Eng yaqin do'stlarim ham pand deganman, o'shaning uchun aytmoqchiman. Faqat o'zingga, o'z kuchingga rost gapir, hech qachon hech kimdan qo'rqma. Hamma joyda haqiqatni gapir, bo'lsa-bo'lsin eshigi yopilsa ham deyman. Rahmat. Bugun soyangiz kim? Bugun soyam qizlarim, Farzandlarim. mendan nima qoladi? Farzandlar qoladi. Men soyam ham shular. Shular yaxshi inson bo'lsa, yuzimni yerga qaratmasa, katta-katta insonlar bo'lsa, shu Bahora Arslonova degan aktrisamiz bor edi. O'z kuchi bilan san'atga kirgan, o'z mehnati bilan dangalidida, shu rost gapirardi. Shuni farzandlari qarang, qanaqa zo'r bo'ldi, deydigan gap kerak. Bugun o'sha aktrisa sifatida o'ynamoqchi bo'lgan rollaringizni yoki yaratmoqchi bo'lgan obrazlaringizni qisman qilishga ulgurdingizmi? O'sha hayotdagi bir reja bo'ladi har bir aktrisada, har bir aktyorda, har bir soha vakilida. Orzularimizni ayrim rejissyorlar paymol qildi. Yaxshi rollarga o'tib turgan joyimizdan bilmadim nima bo'ldi, nima qo'ydi, boshqa aktrisalarni oldi. Bunday narsalar ko'p bo'ldi meni boshimda. O'shaning uchun men ulardan rol kutmaydigan bo'lib qoldim. Sahnaga mana berishsa, shunda kastinglarga borib, o'tib turib, boshqa aktrisani tanlagandan keyin ko'nglim qolib ketdi. O'zim orzu qilgan kinoni o'zim olay. Orzu qilgan rollarim juda ham ko'p. Masalan, tarixiy filmlarni hamma aktyor aktrisa orzu qiladi, o'ynashi. Qaniydi deyman, shu mahoratli insonlarimiz o'ynasa deyman. Mana ko'z bo'yamachi maskalamas. Haqiqat. 10 yil oldingi kinolar bilan hozirgi kinolarning farqi nimada? Nima desam bo'ladi? Hozirgi kinolar yoshlarimizni shu internetda yaxshi ko'radigan qahramonlari bilan boyitmoqda hozirgi kinolar. Hozir qayerga bormay, men bloger bo'lmoqchiman. Menga savol berishadi hamma. Xo'sh, bloger bo'lmoqchisiz, nima qilmoqchisiz? Uyimda o'tirib har kuni men video qilib qo'ymoqchiman. Ayollar gapiryapti. Ha, keyinchi pulli bo'laman, mashinali bo'laman, uyli bo'laman. Hayotning mazmuni shumi? Shumi sizga hayotning mazmuni? O'sha qilayotgan ishingiz bilan nima demoqchisiz xalqqa? Menga nima farqi bor deydi. Pulim olsam, pulingizni olsangiz bo'ldi. Ha, keyinchi kim sizga pul beradi? Ana jinniliklar qilsan, nimadirlar qilsam bo'ldi. Bir ikkitalar menga o'zini narsalarini reklama qildirar, shuni orqasidan pul olyapman deb. Mana xalqqa gapi. Mana sizga xalqqa gapi, menga aytadigan gapni men sizga ochiq aytayin deb. Men hayronman. Kim aytdi sizlarga blogerlar boy deb? Blogerlar maskasi ko'p. To'g'risi. Ko'z bo'yamachilik, internet ko'z bo'yamachilik bo'lib qolgan. Masalan, u bir insonning mashinasi yo'q, men sizni mashinangizni qarzga olaman-da, bir haftaga prosta oldingizga kelgan paytda 1-2 haydab mana internetga qo'yaman. Sizni ko'radiganlar nima deydi? Eriga aytadi, "Anoni mashinasi bor ekan, olib berasan" deydi. Lekin sizda yo'q tagida mashina. Sababchi bo'lyapti. Zo'r uylarda turishadi. Arenda. O'zini uyi yo'q, mashinasi yo'q, nima kerak? Ko'z bo'yamachilik qilib. Masxarabozlik qilib nima keragi bor? Asl ko'rsat, qanaqa oddiy. Sho'rva chapsanmi, mana shu kosada shuni ko'rsat. Haqiqatni ko'rsat. Nima qilasan? Yolg'on odamlarni havasini keltirib ko'p ajralishga sababchi bo'ladi. Asl narsani ko'rsat demoqchiman. Chunki deganda yaqinda men o'zimni shu qishlog'imga borib, yoshligim o'tgan dada hovlisini ko'rsatdim. Dadam hovlisida shu mollar uchun yem saqlanadigan xona bor-da. Yem saqlanadigan xonani ko'rsatganingda bakalashkalar bor edi pastda. Odamlar yozishdi, dadangizni hovlisini nimaga unaqa rasvo qilib tashlagansizlar? Nimaga chiroyli qilib qo'ymagansizlar? Boshqa xonalarni men ko'rsatmadim. U yem turadigan xona. U bakalashkalar nimaga qo'yilgan? U bakalashkalar endi bizda sigir bor. Qo'ni-qo'shni chiqadi sut so'rab, boshqa birov chiqadi sut so'rab, o'sha bakalashkani yaxshilab chayqab, o'shani ichiga sut solib berib borasiz. Bir haqiqiy real narsani olib chiqsangiz gapirishdi-da. Lekin ko'pchilikning fikri ham boshqacha bo'ldi. Mana deyapti, mana olib chiqyapti-ku. Mana haqiqatni olib chiqyapti-ku, kimdir bo'lsa ham.
Oddiylikdan uyalmaysiz. Oddiylikdan hech qachon uyalmaganman. Olib chiqyapti mana oddiylikda Xijolat ham deyapti. chekmaysiz. Yo'q. Va bu yaxshi. Borib Bu olib yaxshi. chiqishim to'ppa-to'g'ri. Nima qilaman masxarabozlik qilib? Savollar bilan zeriktirib qo'ymadimmi? Yo'q, Atrof juda ham zo'r yaxshimi? savollar ekan. Mazza qilyapman. Qaysi xatolaringizni hanuz kechira olmaysiz? Yo, unaqasi bo'lmagan. Yo'q, xatolarim ko'p. Xatolarim bo'lsa, albatta o'zimdan o'zim uzr so'rayman, qolganlardan ham uzr so'rayman. Kechirim so'rashdan ham uyalmayman. Yaxshi. Mashhurlik siz uchun nima? Mashhurlik men uchun muhabbat, duo, xalqimning duosi, muhabbat, xalqimning sevimli qizi bo'lib yurish. Aql bilan idrokning farqi nimada? Idrok qat'iyat, idrokli bo'lish juda qiyin. U juda matonatni talab qiladi. Aqlli bo'lish hamma odam aqlli. Sizga maslahat beruvchilar o'zicha hammasi aqlli, lekin idrokli emas. Nega bugun biz aqlni ishlatyapmiz, idrokni kam ishlatyapmiz? Idroki bor odamlar ishlatadi. Aqlli ko'chada ketayotgan ham aqlli. Kuchigan vavvallab aqlli qiladi sizga. Hovlimga kirma deb aqlli qiladi sizga, tishlayman deb. Lekin idrokli bo'lish qiyin. Bugun bekatdasiz, ko'rsatuv va agar imkoniyat berilganda hayotingizni qaysi bekatiga qaytgan bo'lardingiz, o'sha bekat siz uchun zavqli, mazmunli. O'zi aslida har bir bekat inson uchun zavqli, har bir kunimiz kun chiroyli, lekin baribir ularni ichida eng yaxshisi bo'ladi. Bolaligimga. Hozir ham ko'p narsa topdim. Yaxshi erim bor, bolalarim bor, lekin baribir ham bolalik davrim boshqacha edi-da. Juddalar soddalik, beg'uborlik, ota-onam, hech narsani o'ylamaslik, mazza qilib yashash. Bolalik Yeganim oldinda, yemaganim ketimda. hech narsani o'ylamaysiz bolalikda bor-ku. Internet, telefon degan narsa bo'lmagan. Multfilmni chiqishini, bitta oddiy multfilmni chiqishini intizorlik bilan kutganmiz. Amakilarim bolalari bilan o'tirib bitta kinoni ko'rganmiz. Osh qilish, oshlar butun urug' aymog'ingiz bilan bitta joyda o'tirish. Hozir bolalik davrlarga qaytdikda, bolaligingizdagi eng katta orzu nima bo'lgan? Bolalikdagi eng katta orzuyim marojniy yeyish bo'lgan. To'g'risini aytaydim, to'g'risi marojniy yeyish. Faqat dadamni kelishini kutganman. Faqat yana bitta narsa shu marojniy yeyish uchun. Dada shu marojniy ham bilasizmi? Bozorlarda sotilgan edi, bozor bo'ladi. Biz endi qishloqda turganligimiz uchun, qishloqda endi magazinlar bo'lgan. Lekin marojniylar unaqa oldingi bunaqa marojniylar hozir ko'payib ketdi. Bizda quyma marojniylar yaxshi ko'rganmiz. O'sha quyma marojniy qishlog'imizda bo'lmagan, faqatgina o'sha anoda bo'lgan, bozorda bo'lgan. Bozorda quyma marojniylar ko'p bo'lgan. Shu dadamni kelishini intizorlik bilan kutardim. Shanba, yakshanba kun kelardilar. Ey xudoyim, tezroq kelsin, bugun juma kun kelsa, ey xudo, marojniyga chiqay, mana shunaqa o'tirardim. Marojniy Shu sizda qolgan. Ha, juda ham esimda qolgan. Hayotingizga keng ta'sir ko'rsatgan kitob yoki shaxs o'z ta'sirini o'tkaza olgan? Joker kitobi. Uni 3 ta tomi bor. Shu agar Joker baribir ham o'qishida yo'qolib ketsam ham, har doim qalbimda birga maslahatlashib turadi. Yo'qolib ketding deb urishib ham turadilar. O'zi nima deb o'ylaysiz? Hayotda insonga maslahatdosh kerakmi yoki inson o'zi bilib, o'zini aqlini, fikrini ishlatib ish qilgani yaxshimi? Yo'q, maslahatdosh kerak. Gohida biz o'zimizni nima qilayotganimizni ko'rmaymiz. Gohida biz o'zimiz bilan o'zimiz berilib ketamiz. Albatta atrofimizdagi maslahatdoshlar kerak. U xoh u qaynona bo'lsin, xoh u er bo'lsin, onangiz bo'lsin, akangiz bo'lsin, albatta ularni fikrini eshitishingiz kerak. O'shanda siz uyg'onasiz, o'shanda siz buyuk maqsadga erishasiz. Zaminimizning yana bir mo'jizasi kech nimaga tushadi? Ertaga yorug'lik olib kelish uchun. Agar inson qalbida qorong'ulik, qanaqadir xafagarchilik tushsa, uni nima yorita oladi? Unga nima sabab? Bir turtki beradi u holatdan chiqib ketishiga. O'zidan boshqa hech kim hech narsa turtki bermaydi. Yon atrofdagilar faqat ozgina turtki berishi mumkin. Shu uyg'on bolam, tur, yaxshi gaplari bilan. Lekin odam o'zi yeyotgan bo'lsa, hech kim yordam bermaydi. Faqatgina o'zi. Inson o'zini olib chiqib ketdi. O'zini o'zi olib chiqib ketsa bo'ldi, u qaytmaydi bu yo'lga. Agar olib chiqib keta olmasa bo'ldi, chuqurlikka tushib bo'ldi. Kalitingiz bo'lmasa, eshikni ocha olmaysiz. To'g'ri. Chunki u qulflangan. Qulflangan. Hayotning kaliti nimada? Hayotning kaliti. Akamni zo'r bitta gapi bor. Haligacha Instagram har doim qo'yaveradi. Hayotga kelding, mazza qilib yasha. Mana shu. Hayotning kaliti mazza qilib yashash. Demak, bugun
mazza qilyapsiz. Shu hayotda har bir narsasidan mazza qiling. Har bir narsasidan, xoh mana bu sun'iy gul bo'lsin, shundan ham siz mazza qiling, zavqlaning. Mazza o'zi umr bir marta beriladi. Qaniydi 2 marta berilsa? Umringiz bir martagina beriladi. Nima qilasiz uni kirlar bilan to'ldirib? Nima qilasiz uni yomon narsalar bilan to'ldirib? Mazza qilib yashang. Dunyoni qizg'onganlari u hammani boshida bor. Yaqinlarimdan ayrilganim, ya'ni bu dunyoni, bu olamni tark etgan insonlarim. Dunyo shu insonlarim olib qo'ydi. Baxt bu topiladigan narsami yoki odam o'zi yaratadigan holatmi? Baxtni topib bo'lmaydi, odam o'zi yaratadi. Bugun shukur qilmay qo'ygan insonlarga nima degan bo'lardingiz? Yo'q, endi bilasizmi, hozir agar u insonlarga qarab boshqa bir gap aytsam, masalan, Bahoraxon keling, bizani bir kunimizda yashab ko'ringchi degan gap bo'ladi-da. Shuning uchun men so'ragan bo'lardim, Alloh ularga sabr berishini so'ragan bo'lardim. Sabrda tagi sariq oltin deyishgan. Sabringizni tagida albatta sizni kutadigan mukofot bor degan bo'lardim. Shuning uchun endi men juda ko'p viloyatlarga borib, juda ko'p tumanlarga borib, juda ko'p oilalarni ko'rganman-da. Faqat mana bu hozirgi oilalardan kelib chiqqan holda emas. Ko'p oilalarni ko'rganligim uchun faqatgina sabr qilishlarini so'ragan bo'lardim. Rahmat. Yolg'izlik bu jazo yoki o'zini topish uchun navbatdagi imkoniyatmi? Navbatdagi imkoniyat. Jazo emas yolg'izlik. Yolg'iz bo'lgan paytingizda siz shunaqangi o'zingizni eshitasiz. Uni tasvirlab berishim umuman boshqacha. Yolg'iz bo'lgan paytingizda siz umuman bir boshqa siymo bilan gaplashasiz. U faqat shunga insonga havolada. Inson o'zini o'zi yolg'iz ham qilib turishi kerak. Men masalan biron joyga borayotgan paytimda, nimadirlardan charchagan payt. Charchagan paytingiz boring, bitta o'zingiz bitta bir kunga, hech bo'lmasa bir kunga bitta mehmonxonaga boring, bir kunga o'zingiz uchun yoting. O'sha paytda hech narsani o'ylamasdan yoting, umuman miyangizga boshqa narsalar keladi. Bu juda kerak odamga. Inson nimadan ko'proq qo'rqadi? Yo'qotishdanmi yoki O'limdan. hech qachon erisha olmaganligidanmi? Erisha olmagan narsangizga albatta vaqt kelib erishasiz. Balkim yoshligingizda, balkim qariligingizda. Inson yaqin insonlarni yo'qotishdan xorlanishi mumkin. Agar otangiz o'lsa, siz bolaligingizdan voz kechasiz. Agar onangiz o'lsa, siz butun umringizdan voz kechasiz. Bu haqiqat real. Bolalikdan nimaga voz kechasan deyapti. Otangiz boqib yurgan inson sizni zimmangizga tushadi, oila ro'zg'or. Ota-onasi bor inson 50 ga kirganda ham ota-onasi bo'lsa agar ota-onasini oldiga borganda baribir bo'ladi. Bolada hamma bola, ota-onasini oldiga borsa, mana otasi 80 ga kirib, ana qaltirab qolgan bo'lsa ham pensiyani yig'adi. Kim uchun? Bolam uchun. U bechora yig'adi. Ha, ota nima qilyapsiz deb buyingiz, boboyingiz yoki buyingiz bo'lsa so'rang, misolda. Yig'ishadi. O'sha ko'rpachasini tagiga ham 50 ming qilib qo'yadi. Bolangga deydi, anani uylantiraman deyapsan, bolam deydi. Mayli shu deydi, ana pul deydi. Biron narsa adyol bo'lsa ham sotib ol bolam deydi. Mana gapni ochiqaman. Baribir o'ylaydi-da. Siz boru tog'day yurasiz, chunki ota-onangiz bor. Ota-onangiz bo'lmasin, sizni kutib oladigan insoningiz ham bo'lmaydi. Bolam qorning to'qmi degan inson ham bo'lmaydi. To'g'ri. Ko'rsatuvimizning an'anasiga muvofiq bizda tezkor savol-javoblar bor. Agar xo'p deysiz, men tezroq o'qib beraman. Siz aniq qisqa javob berishingiz kerak bo'ladi. Tez gapirsam, lekin o'ylamasdan ko'p gapiraman, lekin mayli chiqsa yo'qman. Qanday insonlarni o'zingizga do'st deb bilasiz? Boringda ham, yo'g'ingda ham san uchun turib beradigan insonni. Bahora Arslonova nimadan qo'rqadi? Mendan oldin farzandlarim bu dunyoni tark etishidan qo'rqaman. Siz hurmat qiladigan inson qanday fazilatlarga ega bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Bir so'zli, bitta so'zida javob beradigan va bitta gapirdim o'shani qiladigan. Siz o'zingiz bir so'zlimisiz? Boshqa kasb egasi sifatida o'zingizni tasavvur qila olasizmi? Albatta, advokat bo'lardim yoki sportsmen bo'lgan bo'lardim. Yaxshi. Nima deb o'ylaysiz? Bu hayotda mo'jiza bormi? Bor. Juda ko'p mo'jiza. Yashashimiz o'zi mo'jiza. Sizni ko'nglingizni og'ritgan insonni kechira olasizmi? Kechirib yuboraman. Siz o'zingiz birovni ko'nglini og'ritganmisiz? Bo'lgan kechirim so'raganman. O'ylamasdan gapirgan gaplarimdan kechirim so'raganman. Sizningcha hayot nimasi bilan qiziq? Har kun har xil yangiliklari bilan qiziq. Hayot manzarasi nimagadir qiyoslaydigan bo'lsak, siz uni qanday tasvirlagan bo'lardingiz? Hayot manzarasi rang-baranglikdan iboratda. Gullarga o'xshatdi. Masalan, gullar ham rang-barang-ku.
insonlar ham rang-barang. Keling, o'sha tasavvurni bizga hozir oppoq qog'ozga tasvirlab bering. Ko'targandek bo'lasiz. Hamma viloyatlarga masalan juda ham yaxshi ko'raman. Sizlar har doim meni qalbimdasizlar. Hammanglarga salom yo'llayman. Kim menga salom yo'lladigan bo'lsanglar, hammanglarga. Chunki qo'llarini ko'tarib qo'ydilar. Har doim aytishgan, qo'lingni ko'tarib bundoq qilsang xuddi bizga qilayotgandek bo'lasan deyishgan, shuning uchun men sizlarni yaxshi ko'raman. Opa, rahmat bugungi ishtirok uchun. Bilasizmi, mana shu samimiylik, mana shu xushchaqchaqlik, mana shu ko'nglingiz ochiqlik hech qachon sizni tark etmasin. Eng muhimi. Aytganingiz kelsin. Ijodingizga ijodiy parvozlar, ijodiy barkamollik, yangi ijod namunalari, yangi asarlar, yangi kinofilmlarda, navbatdagi obrazlarda, navbatdagi qahramonlarni, rollarni gavdalantirish sizga nasib etsin. To'xtamang. Yana Bekat ko'rsatuvining navbatdagi sonlarida, navbatdagi bir ijodiy suhbatimizda yutuqlar bilan suhbatlashish nasib etsin. Bekat juda ham zo'r ko'rsatuv ekan, nomi ham zo'r ekan. Siz sog'inganlarni Bekatda kutasiz deb Abram. Shunday. Sizni ham sog'ingandik va bugun ko'rishdik, xursandmiz. Ishtirok uchun rahmat. Siz Samarqand telekanalida Bekat ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Ko'rsatuvimizning bugungi ishtirokchisi o'zbek xalqining sevimli ijodkori, iste'dodli aktrisa Bahora Arslonova bo'ldi. Va bugun suhbatimizni tinglash va tomosha qilish jarayonida o'zingizga kerakli bo'lgan xulosa va bilimlarni ola olgan bo'lsangiz, unda bizning mehnatlarimiz zoya ketmabdi. Yana siz bilan Bekat ko'rsatuvining navbatdagi qahramoni bilan yurakdan, dildan suhbatlashguncha xayrlashamiz va ko'rsatuvimizni har yakshanba aynan mana shu vaqtda tomosha qilishingiz mumkin. Salomat bo'ling.